Onajon o'ynang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ynab bering to'yimda. Hey, dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ynab bering to'yimda. Onajon o'ynang bugun to'yimda, quvonchingizni ko'rish o'yimda. Dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ynab bering to'yimda. Hey, dasta gul teray, hammasini sizga beray, siz faqat o'ynab bering to'yimda. Ona, dardga shifo so'zlaringiz ona, mehr to'la ko'zlaringiz ona, nurli yuzlaringiz ona, jonim ona. Ona, dardga shifo so'zlaringiz ona, mehr to'la ko'zlaringiz ona, nurli yuzlaringiz ona, jonim ona. So'zlari bol shakar onamda, bolasin maqtaydi har qadamda. Borligim bolam deydi, yolg'iz bir donam deydi, sizdayin mehribon yo'q olamda. Hey, borligim bolam deydi, yolg'iz bir donam deydi, sizdayin mehribon yo'q olamda. Ona, dardga shifo so'zlaringiz ona. Hurmatli qadrdon mehmonlarim, mezbonlar, xush kelibsizlar azizlarim. Qo'sh kelgan qadamlaringizga qasam qilamiz. Hurmatli qonaqlar, hurmatli qavmdar, bugun mana shunday ulkan mehmonxonada bugungi Ro'za xonimning mehriy to'ylarida sizlarni ko'rib o'ta quvonchdamiz. Kelgan qadamlaringizga gul bitsin, qo'sh keldingizlar hurmatli. Bugungi eng такие красивые наши женщины. Добро пожаловать. Bugungi mana shunaqa chiroyli bayramlar bilan, Navro'z bayrami bilan, ya'ni musulmonimizning Ro'za, Ramazon oylari bilan chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Hammalaringizga inson uchun eng kerakli bo'lgan sog'lik, salomatlik, qolaversa hammalar xonadonlarga tinchlik, xotirjamlik har doim dasturxoninglar mo'l-ko'l bo'lsin. Mana shunaqangi ro'za oylariga Xudo xolasa hammamiz to'kis turganimiz bilan yanagina uchrashish nasib etsin deb qolamiz. Mana Xudo xolasa yurtimizga mana bu 5-6 mana ro'za oylari ham tugab qolyapti. Hayit kunlari keladi. Hammalaringizga yana bir kora chiroyli, shabnam, murabbiy kunlar bilan yana bir bora chin yuragimizdan muborakbod etamiz. Xush kelibsizlar. Shunday go'zal davrada yangragan kuy yallada bag'ishladim muborak, 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 tug'ilgan kun muborak, 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 tug'ilgan kun muborak. Yana ko'rqasinglar bormi? Aksiylarning eng so'zlari. Розочка, ну красавица, ну сегодня вообще вас не узнать. Но она обалденно сегодня красиво так выглядит. Розочка, bugungi chiroyli shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Mana shu yerda o'tirgan hamma mehmonlaringiz nomidan, hammaga aytaman 100% все ваши гости сегодня с вами. Shaxsan qolsam o'zim nomimdan bugungi chiroyli shukrona kunlaringiz muborak bo'lsin. Bugungi tabarruk kunlaringiz, bugun eng chiroyli, bugun hayotingizda unutilmagan kechalaringiz muborak bo'lsin.
Sizga insonlar uchun eng kerakli sog'liq tilayman. Sog'lik, salomatlik, uzoq umr, iloyim. Farzandlaringizni, nevara, chevaralarni mana shunaqa chiroyli damlarni, shunaqa chiroyli kunlarini ko'rish nasib etsin deb qolaman. От всего сердца, от чистого сердца желаю вам самого крепкого здоровья и женского счастья. Немножко улыбочку можно, да, ну красивая улыбочка. На улыбочку тоже надо поддержать. Они такие красивые, как бабулечка, да? Bugun mana shunaqa chiroyli dasturxonlar yozibsiz. Allohim qanaqa niyatlarda dasturxon yozgan bo'lsangiz, hamma niyatlaringizni ijobatiga olgan bo'lsin. Yashaydan boshi chiqmasin. Mana bugun aytadi, ayol kishidan yoshini so'ramaydi. Я думаю, ayol kishi всегда вот когда была вот молодая, она всю жизнь будет молодой. И mana shu yoshingizga yosh qo'shilsin. 60 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Xudo xolasa 60dan o'tib 70ga kelgan vaqtingizda ham bitta chiroyli telefon qilib qo'yadilar, Ra'noxon. Xudo xolasa yana chiroyli qo'shshomadagi 70 yoshlaringiz ham inshaalloh nasib etsin. 80dan shunaqa chiroyli ayol bo'lib sakramonda olishga 90gacha hasad taqlatmaysiz. Mana shunaqa hozir qanaqa bo'lsangiz, mana shunaqa bo'lasiz. Yuzini ko'ring, yuzdan ham oshib keting deb qolaman. Mana shu bugungi eng chiroyli tilaklar, bugungi eng chiroyli damlar hammasi siz uchun. Endi Ro'zaxon, mana mikrofonni o'zingizga birinchi bo'lib beraman. Mehmonlaringizga bitta chiroyli rahmatlaringizni aytib qo'yasiz. Ana undan keyin bugungi chiroyli tabarruk kuningizni davom ettiramiz. Assalomu alaykum mehmonlar. Xush kelibsizlar hammanglar. Hammanglarga ro'zalar muborak bo'lsin. Mana bugun ro'zalar muborak bo'lsin. Hammanglarning uylarida to'y bo'lsin. Topganinglar hamisha to'yda buyursin. Kelganinglarga ming rahmat. Hammanglarni uylarda topganinglar hamisha to'yda buyuraversin. Mana bugungi Zarafshon kafesida o'tiribmiz. Povarlarga rahmat, ofitsiantlarga rahmat, kotaman kelinlarimga rahmat, xizmat qilgan o'g'illarimga hammasini surpriz ham qilib berishganiga kattadan katta rahmat. Kelganinglarga, qadaminglarga bo'lib bo'lsin. Sizga katta rahmat. Mana endi Ro'zaxon faslarimizning eng go'zal sultoni. Navro'z oylarida, mana shunaqa ko'klam oylarida dunyoga kelgan ekansiz. Bugun kunlarni qarang, qanaqa прям как лето. Лето, вот вы платье все хотели сегодня, да? Alloh mana aytadi-yu, egasi qanaqa bo'lsa qo'llar ham bugungi chiroyli kechangizni o'ylaymanki, eng zo'r kechalardan biri bo'ladi deb o'ylayman. Endi o'zingizni davraga raqsga taklif etaman. Da. Потому что to'yda egasi sizsiz, bugungi kechaning egasi sizsiz. Mana shunaqa chiroyli damlar har doim bo'lsin deyman. Xonadoningizda yaxshi kunlardan faqat dasturxonlar yaxshi kunlarga yozilsin deb qolaman-da. Oybekcha bitta chiroyli shu muzika qo'yib berasan.
chiroyli qilib ochildi. Oldilarga qo'yilgan nozik ne'matlardan olib, yeb ichib o'tiringlar. Hammalarning bir kira bugun chiroyli bayram muborak bo'lsin. Mana bugun musulmonimizning yangi yillari bu. Azizlarim, hammanglar to'kis tugalinglar bilan xonadonlarda faqatgina yaxshiliklar, dasturxonda yaxshiliklarga yozilsin. Kayfiyatinglar zo'r bo'lsa, bugungi chiroyli ro'zaxonga bag'ishlangan kechamizni ochib deb e'lon qilamiz. Xo'p, xudoning bor muborak davlatni o'ldirib Navaşı bastırdı, şunca kudalarınız var. Allah'a şükür azlarım. Avvalama şükürsünler. Şükürsünler azlarım. Biz bilen kadınlarına tasarruflar kalanımız. Bugün bana Rozaxonning eng chiroyli shabnam kechalarida, nurabiy kechalarda sizlarni ko'rib, benihoyat xursand bo'lyapmiz. Xushketlar azlarım, xushketlar qolamiz. Mana endi mahrum kelinglar, o'zbekcha maktablar davom etamiz. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. To'ylarimiz muborak bo'lsin mana. Xudoga hammamiz shunday to'y bo'la olsin. Mana kelgan bayramlar bilan tabriklayman yangi kunlarni. Ro'za bermadim, ro'za. Najjoyingiz sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bola chaqangiz rohatini ko'ring. Hayotda o'sha haling. Mana nevara ko'ringiz, chevara ko'ring, avara ko'ring. Qaynimdan bir yastıqda qatlaydilar. Nima deydi, oqchorsiz Камера чего будет на Самое главное, чтобы была здоровая. За это не могу потребовать давайте. Şükür soracağım. Size tavarik bakıyoruz. Assalamu alaikum. Şifte oturgan baktak şey ofalga. Tekrar sizin alımın. Bana bugün keyfimizi bugün ham keyfimiz ham kaplarıya bana kaplarlar. Ben koşkanımla koşakarsın diyelim. Kavurmuyor. 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 Kopya kopya kavurmuyor. Bana çakarsın. Öldürüp gelin oğlum gelin. Ne kadar gelin. Yüzge kırsın. Canım oynar. Rahmat. Selamat bo'ling, sizni yo'lingizni, sizni yoshingizni, sizni yuragingizni kengliklarini hammani sevyapsan. Rahmat, iborat farzandlarimizga rahmat. Yaxshilardan davom ettirib qo'yamiz. Taqdirlarni o'rtalari uchun Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, hurmatli xudolar, uzoq yaqindan kelganlar. Hammalarni Navro'z bayramlari bilan, Ramazon bayramlari bilan tabriklayman chin ko'ngildan. Omon bo'linglar, sog' bo'linglar, hammamizning oshlar yaxshi to'ylar bo'lsin. Ro'za chiqasan. Sizga ko'z tegmasin. Xudo bilan qo'shaqaring, baxtli saodatli bo'ling. Bolalaringiz faqat sizga rahmat kelsin. Ortamizda farzandlarni ko'paytirib, hammamiz umidimiz yo'qolmasin. Oxirigacha shunaqa izzat bilan xizmat qilaylik. Sizga hamma yaxshilik bo'lsin. Hurmatli mehmonlar, xudolar, opa-singillar, hammalaringga rahmat. Shu kun hammamizga bo'lib shunday chiroyli kechalarda Ro'zaxonning tug'ilgan kunida hammamizga nasib yurib kelib o'tiribmiz. Ro'zaxonning tergovchilik cho'lon qo'shilaydi. Daimlar umringiz uzoq bo'lsin. Bolalaringiz baxtli omon bo'ling. Yoshingizga yosh qo'shib olsin. Daimlar orqangizdan mo'jiza evaralarda bo'lsin. Daimlar Allah nasib yurib, что каждый день следует приходить, исправляли ваши идеи. Madima, hammamizni pozdravляю Ro'za bayramdan, Xudoyim tinchlik, sog'lik, omonchilik bo'lsin. Nimaga yaqindan kelgan bo'lsak, hammamiz niyatimizga yetay. Xudoyim tilab, kelin olmaganlar, kelin olinglar. Nevara bo'lmaganlar, nevara bo'linglar. Kuyov bo'lmaganlar, kuyov bo'linglar. Xudoyim tilab, topganlarimiz to'yga buyurib, siz bizni tilga olmasdan, Xudoyim tilab,
Aman bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Поздравляю. Все равно я иду к вам. Manga ham o'xshamaydilar. Nima deyin? Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana bugun Ro'za Xudami tavallud topgan kunlari ekan. Ro'za Xuda nima deyin? Yoshingizga yosh qo'shilsin, oshingizga osh qo'shilsin, oltin boshingiz omon bo'lsin. 60 ga kelibsiz. Endi 60 dan oshing, 70 ga yeting, 80 dan sakrang, 90 bilan to'qnashing, 100 bilan 100 uchrashib tilayman. Hamisha odamlar oldida yurmang, so'zi tegadi. Ortida yurmang, ko'zi tegadi. Hamisha odamlar o'rtasida yuravering, so'zi ham, ko'zi ham tegmasin. Ну, браво за такое шикарное поздравление, Кота Рахман. Так, кому еще подай? Кимге? Ассаламу алейкум, азиз мехмаллар. Розочка, поздравляю вас с вашим юбилеем. Желаю вам здоровья, чтобы вы всегда были такая цветущая, молодая, красивая. Еще много-много лет вам жизни, много внуков еще. Ну, чтобы у вас всегда все было хорошо, в доме всегда был уют, чтобы всегда все дружно все было у вас. Ну, присоединяюсь еще ко всему сказанному. Главное – здоровье. Ассаламу алейкум, уважаемые гости. Спасибо вам, что вы сегодня все выделили время, собрались. Милая моя Розочка, с днем рождения вас, с днем ангела. От всей души поздравляю вас. Не хочу называть цифру, 30 плюс 30, пусть будет. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия. Детей вырастили, теперь давайте внуков вырастим. Дай Бог, чтобы они подарили много прекрасных моментов. Я благодарна судьбе, Богу, что наши молодые поженились, и я породнилась с такими прекрасными людьми, как вы. Очень ценю, люблю вас, уважаю. Оставайтесь всегда такой веселой, жизнерадостной. Я вас люблю. Браво, Раношка, но объятием, поцелуем подтвердили, что вы ее так сильно любите. Рахмат, Борис Гашка. Малика Сина. Yes, еще присоединяемся, да? Bo'lдimi, qolganlarimiz yaxshi niyatlar qo'shilib qo'ygan bo'lsak, katta rahmat. Давайте теперь endi chiroyli o'zbek musiqasini tayyorlab turibmiz. Bitta raqsda o'zinglar bo'ladi. Qadi qomatinglardan, bo'yi bastinglardan o'zim o'rgildim, qani ketdik. Белые розы тербеткен биялаңы, жатунов сүйген ол гүлдер қияләні. Ал менің сүйген аруым қызыл раушан, гүлім әсем раушан. Қалың орман арасында айға барып тіл қатайын жай. Күннің өзі көлеңкеңді кесіп өтпейді, тез өтпейді. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан, бақытқа сені бағарым қызым болсаң. Өзіңе арайлым, бағым деп қараймын. Раушан гүл роза, 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 роза. Ты менің розу, 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 роза. Неге жылайсың боза, 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 боза. Шамбадан артық чоза, доза, доза, доза. Су бетінде дара тұрған қайық, әкеледі сені маған жай. Өмір өзі қателігімізді реттейді.
senzizm bizdi cheklaydi. Biz bildik əvvingi laskavıymay, basta turmas ayovli jastig'imay. Qizil ravshan qo'l burg'an sensin bag'im, sensin senchi jonim. Ravshan roza 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 roza, dinle roza 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 roza. Nega yig'laysan boza 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 boza, shammadan ortiq cho'zi doza doza doza. Jonimda mening shovlagan qizil ravshan, qanlarday bo'lam ko'z yozib yuzimda olsam, naq-nazik buralg'in o'zingsin gullarman. Shukr azizlarim, qudajonlari, Ro'zaxoning hamma qudalariga, qolaversa bugungi xolajonimizga, Mahbuba kenaylarga, Ra'noxonga katta rahmatlarimiz. Hamma qudalar bor bo'linglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Lekin niyatlarni-chi, raqslarni eng zo'rlari o'zingizlardan bo'ldi. Yana bir karra hammangizlarga xush kelibsizlar deb qolamiz. Davramizning to'riga endi azizlarim Roza, Lobara, Rahima, Mavjuda, Tursunoy, Dila, Lobara, Sayora, Clara, Roza, Yanki, Lola, Arafat ekan. Qani marhamat. Ismlari e'lon qilingan hurmatli mehmonlarimiz davramizning to'riga muntazir. Sizlarni kela qolinglar. Eng zo'r qarsaklar sizlar uchun. Qani marhamat. Roza, Lobara, Rahima, Mavjuda, Tursunoy, Dila, Lobara, Clara, Sayora, Noza, Lola, Arafat ekan. Qani marhamat, kela qolinglar. Avvalambor assalomu alaykum azizlarim. Mana shu qatorni to'ldirib turganinglarga ming bora shukrlar deb qolaman. Bugungi mana eng chiroyli ayol, eng munis, ardoqli, izozli, xonadonning eng go'zali, umri yo'ldoshlarining eng go'zal rafiqasi bugun Ro'zaxonimning tabarruk kunlarida sizlarni ko'rib benihoyatda xursand bo'laman. Xush kelibsizlar azizlarim, xush kelibsizlar. Borib kelgan qadaminglarga yana bir karra Allohimning eng go'zal nurli qadamlari, gullari sizlarga sochilsin deb qolamiz. Bir chekkadan endi eng yaxshi niyatlar o'zingizlardan bo'ladi. Xush kelibsizlar, marhamat, kela qoling. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Mana kelgan Navruz bayramlarimdan hammalaring tabriklayman. Uzoq umr, baxt, saodat tilayman. Nevara, chevara, evara to'ylarda bosh bo'lib o'tishga nasib etsin hammamizga. Rozachka, jonim, поздравляю с днем рождения. Sog'lik tilayman. Qo'shganingiz bilan qo'sha qaring. Umringiz uzoq bo'lsin. Boshingizga bosh, yoshlaringizga yosh qo'shilaversin. Xudo xolasa bolalarni rohatini ko'rib, nevara, chevara, evara to'ylarda bosh bo'lib o'tirib nasib etkizsin, Xudo xolasa. Dasturxoningiz hamisha yaxshilikka yo'laversin. Daryoda dunyolar olib kelsin, qo'rasi molga to'lsin, saraysin, bug'doyga to'lsin. Yeganingiz qo'y, yurganingiz to'yda bo'lsin. Allohim berardan qismasin. Hamisha yaxshilikni tilayman. Самое главное, mana shunday o'ynab, kulib, otday chopib, gulday ochilib, yaxshi, mana shunday yildan yilga ochilib yurishga nasib etkizsin. Rahmat, yaxshi niyatlar bor. Shuncha qatorda shuncha ayollar turib.
Assalomu alaykum, hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Mana shu bugun bizni Roza Kenya bizni yubiley ekan, 60 ga to'libsiz. Katta qiz bo'lib qolibsiz. 100 ga kiring, omon bo'ling, sog' bo'ling, yoshingizga yosh qo'shilaversin, Komiljon akamdan qo'sha qaring. Allohim bergan farzandlaringiz rohatini rohatda ko'ring. Nima deyman? Eng dunyoda nima yaxshilik bo'lsa, shu yaxshilik hammasi sizga tilayman. Xudo xolasa 100 ga kirganingizda mana shunaqa kampir bo'lsak ham shunda birgalikda hammamiz qo'shilib o'tirishga Allohim nasib qilsin. Ro'zalaringiz muborak bo'lsin. Bugungi bayramlar hammangizga muborak bo'lsin. Hammangizga sog'lik, tuman boylik, bola chaqani to'ylarini rohatlarini hammamiz birgalikda ko'rishga Allohim nasib qilsin. Rahmat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Makina tug'ilgan kun bilan tabriklayman. Uzoq umr tilayman. Yoshingizga yosh qo'shilsin. 100 ga keyin tog'am bilan qo'sha qaring. Shu o'g'il qizlaringiz rohatiga to'ymay yuravering. Har doim uyingizda yaxshilik bo'lsin, to'y bo'lsin. Qo'shilamiz. Qo'shilamiz keling. Yo'q, kelmaydi, aytmaysiz. Bugun jinogan xonim qizlar, bugun keremet qizning to'yi, bugun keremet baxtli ananing to'yi, merimli abisining, добрый babushkaning to'yi. Жаным abisinim, bugungi жаңа жасыңыз құтты болсын. Тәтті тілектер Аллам қабыл етсін. Біз сізді жақсы көремін, сыйлаймын, сізге бас ием, жаным абысыным. Осылай қайнағам екеуіңіз әрқашан бақыттың базарында болыңыздар. Тойыңыз той қыласын, немере тойларыңыздың куәсі болайық. Аллам сол күнге жеткізсін. Баршаларыңыз бақар мейрамдарыңыз құтты болсын. Әзін наурыздарыңызбен. Azizlarim, qolganlarimiz yaxshi niyatlarga qo'shilib qo'ying. Yo bormi? Mikrofon sizlarning huzuringizda. Bormi yana tabriklovchilar? Остальные все присоединяемся. Hammamizning niyatlarimiz yaxshi. Allohga shukr deb qolamiz azizlarim. Mana endi o'zbegimiz zo'r taronasi yangrasada bir raqslarda o'zinglarda bo'lsa deb qolamiz. Niyatlarni bildirdilar, endi raqslarni ham chiroyli qilib Ro'zaxonga taqdim etasizlar. Marhamat. Yonar alam otashida dilda borim sanamjon. Kuydirga bo'lar sanamlar a'losi alamjon. Nozi ila xush yoqadi tamannosi alamjon. Nima qonima bilmading sanamjon. Jafoni kam qilmading sanamjon. Alam qilsin alamo alamjon. Mana qoshim qalamo alamjon. Alam qilsin alamo alamjon. Mana qoshim qalamo alamjon. Sen o'zing farishtay munisidir sanamjon. Sinadi sabrim kasasi nozingda chil sanamjon. Men o'zim senga hanuz anisi dil alamjon. Sabr qilsa chin baxt degan yetar ko'ngil alamjon. Nima qonima bilmading sanamjon. Jafoni kam qilmading sanamjon. Alam qilsin alamo alamjon. Mana qoshim qalamo alamjon. Alam qilsin alamo alamjon. Mana qoshim qalamo alamjon.
Chopinimning yengi tar, ah biligim qandaq bada. Chopinimning yengi tar, ah biligim qandaq bada. Sen Qashqada, men Turpanda, bu yurek qandaq chidar. Sen Qashqada, men Turpanda, bu yurek qandaq chidar. Bu yonga tashlab, bu yonga tashlab, o'yna o'yna Sadatxon, dixon qizi ishjon o'zi. O'yna o'yna Sadatxon, bu yonga tashlab, bu yonga tashlab, o'yna o'yna Sadatxon, dixon qizi ishjon o'zi. O'yna o'yna Sadatxon. Qo'shnimizning eng mazali, lazzatli qordog'lari tortildi. Olib yeb ichib o'tiringlar. Hammalarga yaxshi kayfiyat, yoqimli ishtaha yor bo'lsin. Ro'za xonimni yana bir karra chiroyli bugungi tabarruk kunlaringiz bilan chin ko'nglimdan muborakbod etaman. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Olib yeb ichib o'tirasizlar azizlarim. Yana bir karra hammalarga xush kelibsizlar deb qolamiz. Bugun mana Zarafshon koshonasi. Bilasizlar, eng chiroyli, mazali, lazzatli taomlari sizlarni oldinglarda. Hammalarni bugungi chiroyli mana shunaqaga bayramlar bilan yana bir karra muborakbod etamiz. Kelasi yillari hammamiz qatorimizdan kam bo'lmay, mana bu chiroyli shunaqa dasturxonlarda yig'ilib o'tirish nasib etib qolsin. Marhamat, hammalarga yaxshi kayfiyat. Hammalarni kayfiyatinglar yaxshimi? Nastroyeninglar yaxshimi hammalarni? Olib yeb ichib o'tiramiz azizlar. Marhamat.
kela qolisin. Avvalambor xush kelibsizlar azizlarim, xush kelibsizlar. Bugun mana shunaqa chiroyli kechalar azizlarim. Bugun hammamiz shunaqa chiroyli og'zacha iftor kechalarida Ro'zaxoning bugungi tabarruk kunlarini nishonlab o'tiribmiz. Bosib kelgan qadamlaringizga hasanotlar, eng yaxshi tilaklar deb o'ylaymanki, o'zingizlardan bo'ladi deb qolaman. Mana marhamat, kela qoling. Hurmatli aziz mehmonlar, ro'zalaringiz qabul bo'lsin. Xudo xolasa haytdan haytga yetorayıq. Ramazan ayları quti bo'lsin barimizga. Roza, senin bugün tug'ilgan kuning quti bo'lsin. 60 yaşınga yaş qo'shilsin, ömür yaşın uzak bo'lsin. Xudo xolasa mana shu o'silayotgan balalaringni, qizlaringni, nevaralaringni Xudo xolasa chevaralar ko'rishga ato qilsin. Qo'shqanlar bilan qo'sha qaringlar baringlar. Topqanlarga baraka bersin. Hamisha mana shu dasturxonda barimizning boshimiz qo'shilib, amon eson bo'lib, tanimiz sog' bo'lib yuraveraylik. Assalomu alaykum. Xudolar, opalar, singillar, hammanglarni bugun 21-mart Navro'z bayrami bilan tabriklayman. Hammanglarga, uyinglarga xotirjamlik, sog'lik, baxt, saodat tilayman. Opajon, bugun tug'ilgan kuningiz bilan sizga yoshingizga yosh qo'shilsin. Kamol pocha bilan qo'sha qarib, mana shu o'stirayotgan bolalaringizni rohatini ko'ring. Hamisha mana shunda o'ynab, kulib yuravering, o'rtamizda bosh bo'lib, nevaralaringiz ko'p bo'lsin. Hamisha mana shunda yuravering. Bizga kichkina bir sovg'amiz bor edi. Sizga berib qo'ysak. Qabul aylang Ro'zaxon. Ro'zaxon, beroq keling, mana shu taqib qo'lingizni bir ko'rsatib qo'yingchi, qani ko'raylikchi sovg'alarni. Qarsaklar bo'lsa. Прям она, оказывается, знает ваш размер пальца вашего, да? Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Umr yashingiz uzoq bo'lsin. Akamdan qo'sha qaring. Shu bola chaqangiz baxtiga omon bo'lib bering. Otday chap qilib yugurib yuravering. Bola chaqangiz oldida. Nima deymiz? Mana shunaqa to'ylarda qo'shilib o'ynab yuraylik. Ассаламу алейкум. Кена, днем рождения вас, здоровья крепкого, любви огромного сізге. Алла саулық берсін. Акамна қоша қарылы, яқшы тойлы көрелі, навара тойлы көрелі, чевара көрелі. Құда қаласа енді кейлі, шүкірлерге аман есен етейлік. Той болсын, рахмат. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum. Hurmatli mana shu chiroyli koshonada yig'ilib o'tirgan opa-singillar, barchamizga Ramazon oyi muborak bo'lsin. Alloh shukrlarga yetkazgan ekan, beadad, behisob shukrlar bo'lsin. Rasulimiz Hazratimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Shunday tinch zamonda mana shunday yaxshi to'ylarda bosh qo'shib turgan ekanmiz. Allohga behisob shukr. Bugun mana bir oqila va go'zal ayolni chiroyli tadbirida turibmiz. Ro'zapoy mana shu yurtga kelin bo'lganiga 40 yil bo'lgan bo'lsa kerak, Xudo xolasa. Va Taraz bilan Chimkent o'rtasidagi oltin ko'prik. Boshimiz qo'shilib, qarindosh urug' bo'lib, quda anda bo'lib, davomiy bo'lib ketyapti. Har doim shunday bo'lib qolsin. Bolalarimiz bir-biri bilan bordi keldi qiladigan bo'lsin.
yaxshi kunlarda bosh qo'shaveraylik. Hammani uyda tinchlik, xotirjamlik, baxt, baraka bo'lsin. Ro'za opay, Komil aka bilan qo'sha qaring. Baxtli, saodatli hayot kechiryapsiz deb o'ylaymiz. Chiroyli maktab egasisiz. Kelinlik maktabi, qaynonalik maktabi, qarindosh urug'chilik maktabi va do'stlik maktabi. Shu davrada yuzingiz yorug' bo'lib, ikki dunyo saodatiga erishavering. Sizni yaxshi ko'ramiz. Har doim sizga yaxshilikni ilinib yashaymiz. Duolarimizda siz Xudo xolasa. Barchaga keyingi Ramazonlarga, hayitlarga omon eson yetishni chin ko'ngildan tilab qolaman. Omon bo'lib turinglar. Rahmat, yaxshi niyatlar uchun katta rahmat. Sizlar ham aytib qo'ydinglarmi o'sha? Ага. А я что-то не успела, не услышала, как вы поздравили, да? Розочка, да. Ular bilan aytishga ikkita muzikaga o'ynaymiz deyapsizlarmi? Ha? Siz Chimkentdan kelgansiz birodar. Shevangiz boshqacha apay bo'lib turibdi-da. Rahmat, shunaqa chiroyli niyatlaringiz uchun katta rahmat. Sho'x musiqalarsiz sizlar uchun yagiraydi. Qani ketdik. Nola kunam hamisha, handam budam hamisha, dardagi dil osona, davan bapisha. Nola kunam hamisha, handam budam hamisha, cheki bolona bin, shtir hamisha. Ey yar diyar, dildar diyar, dilam rabudi, ku yar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilam rabudi, ku yar diyar. Can, ey yar diyar, dildar diyar, dilam rabudi, kuyar diyar. Ey yar diyar, dildar diyar, dilam rabudi, kuyar diyar. Yaxshi o'tirsizlarmi? Ko'ngil kuylaring yaxshimi? Bravo, молодцы. Opa! Cha! Yana biroz kutmadingmi? Layli, Layli. Yo'llaringni kutmoqni ham bilmabman hech. Qo'llaringdan tutmoqni ham bilmabman hech. Boy beribman muhabbatin yutmabman hech. Layli, Layli. Bundan foyda yo'q-ku bilaman ham. Taqdirga tan beramanmi qilaman ham. Unutdim deyman, eslab turaman ham. Layli, Layli. Layli, Layli, Layli. Unutolmay seni hamon o'ylab yurak og'riydi ya. Layli, Layli, Layli. Jamolingga bir bor to'yib termulsam ham mayli deya. Layli, Layli, Layli. Unutolmay seni hamon o'ylab yurak og'riydi ya. Layli, Layli, Layli. Jamolingga bir bor to'yib termulsam ham mayli deya. Цветы без
многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю вам ландыши, ландыши от души. Я подарю вам лилии, желтые, красные, синие. Я подарю вам ромашки и айгульки, и Наташке. Я подарю вам все цветы, навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы, розы и мимозы. Я подарю тюльпаны, милые, о, дамы. Я подарю тебе пионы, о, пионы, миллионы. Я подарю тебе жасмины без повода и без причины. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь многого не надо, чтобы быть счастливой. Дарите женщинам цветы без повода и без причины. Ведь дарят женщинам цветы настоящие мужчины. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim. Bahorlarda ochilgan boy chechagim, bog'larimga sochilgan boy chechagim. Bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Bu chiroyni ayt gulim qaydan olding, yuragimga muhabbat kuyin solding. Boy chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Sochlaringni taraydi shamol suyib, tovoningni o'padi qorlar erib. Sochlaringni taraydi shamol suyib, tovoningni o'padi qorlar erib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Oftob hayron boqqanda oy yuzingga, men turibman chorasiz kunday kuyib. Boy chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Boy chechagim qora qosh boy chechagim, yulduzlardek sochilgan boy chechagim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim. Chiroyingni ko'rib men suyib qoldim, qo'lim yetmay o'zingga kuyib qoldim.
Ой, сол билесе билей бересіздер ме не? А? Сол билейді класстарда билеп тұрасыздар ма ләззат? Да? Енді надо же пошутить, правильно, шутить қызып тұрғышы керек, сол просто туыс беріп қойған болмайды ғой, тамада дегенде қыздырып былай кішкентай билетіп, так, сіз аты жөніңіз кім болады? Кім? Маған қарайыншы, баядан бері маған қарап қойып жатырсыз, тегі мы, между прочим, похожи мы с вами. Правильно, да? Вот я смотрю, почему-то вы там сидите, все смотрите. Екеуміз де метискамыз ғой. Да? Мен орыс аралас, сіз татар аралас, наверное. Ну, браво, ну, аплодисменты. Как вас зовут? Зиночка, я так посмотрела. Баяда ойын айтып жатқанда мына жақтан қарап, былай қарап қойдым да, сізге қарадым айтам. Какая красивая, двойняшки, что ли, я думала, да? Так, ал қош келдіңіздер. Келген қадамдарыңызға гүл, жана да гүл бітсін деп қалам. Сіз нақып күлмейсіз? Ой, мен қорқам. Менің күйеуім де педагог, мен педагогтардан қорқам. Хотя я тоже 50% педагогсың, да? Кішкентай күліп қойыңызшы, мен түсіңізді көрейінші. Алтыны бар ма, жоқ па түсіңізді, кән? Мен, ешкім қарап атқан жоқ, мен тек қана мен қарайым. Түсіңізді көрсетіңізші, кән? Түсіңізді. Бар. Советский Союз вақтында қойылған ғой дейм, я? Ал, қош келдіңіздер. Тағы да бір рет айтам, бүгін мына, қараңдаршы Розаны. Класстастар, девятстар, я? Так, ну, я думаю, самая красивая сегодня. Но платье вообще, все шикарно сегодня. Розочка, немножко платье поднимите, я обувь хочу посмотреть ваш. Все прям к лицу, все под цветом, ну, браво, браво. Так, сіз бастайсыз ғой деймін, я? Давай. Ал біріншіден, құдағилар, жолдастары, сіңілдері, Наурыз мерекеміз біздің жаңа жылымыз құтты болсын. Құт береке нәсіп әкелсін, тек жақсылық болсын. Розажан бүгін нағыз наурызда туған екен. Туған күні құтты болсын. Розаның кеуімен біздің кеулеріміз класстас. Біз енді қимас достарымыз. Осы 40 жыл болды дос болғанымызға. Розаның мен жақсылығымды айтқым келеді. Енесін, атасын қандай керемет қып шығарып салды. Қашан үйіне барса қонақ жайлы, дастарханы жайылып тастайды. Керемет. Енді арамыздағы ең молодой ет. Роза ма? Роза. Да. Арамыздағы ең молодой ет. Қазір 2:30-ға келіп қалған білмей қалдық. Мына 2:30-ың құтты болсын жаным. Кәмілтай екеулерің бақытты болыңдар. Құдайдан не тілесеңдер тілеулеріңді берсін. Бақ қонсын. Дәулет берсін. Бала шағаларың көп болсын, немерелер, шөбере сүйе беріңдер. Тек жақсылық болсын, самый главный денсаулық берсін. Міне мына достарымыздың бәрі біздің аяғымызды, галошымызды киіп келатсыз, Құда қаласа, атаң, апаң секілді 100-ге жет. Ал құтты болсын тағы да. Анар сөйле. Анар. Микрофон берейін деп едім ғой? Сразу микрофон беріп, ну, один кімге береміз яны? Алып кетіп қалайын деп жатырсыз ба не? Ничка, красавица моя. Қайттан алып кетейін деп тұрмын ғой, что-то. Иә, қалындау екен, бір жылқы. Розочка, ну вы сегодня богатая. Бір жылқы. Ага, соғымда бітіп қала тұрға, әйтеу үйіне барып бір соғым жеп қайтар едік, я? Айтып болдыңыз ба? Ну... 4-5 тамақ істеп тастайды ғой, қай кез үлгереді білмеймін Розаны. Да вы что? Да қашан барасыздар қонақтарға? Мен сіздермен бірге барайыншы Розаның үйіне. Барасыздар ма? Жақын ортада шақырып қойыңыздар, мен телефон номерін тастап кетемін сіздерге. Ораза біткеннен кейін қымыз ішуге барайық енді, ұят шығар енді. Қымыз обязательно ішу керек қой. Обязательно, да. Рахмет. Тағы да бүгінгі мерекелеріңіз құтты болсын. Ал енді сөз кезегін сізге берейін деп едім. Кімге? Келсеңізші бер, мен алдым ғой, келсеңізші. Келіңіз міне. Розочка, туған күнің құтты болсын. Кәмілжан екеуің бір жастықта қартайып, бақытты болыңдар. Мынау бала шағаларың өсіп өне берсін. Мынау бала шағаның, немерелердің рахатын көріңдер, шөбереге жетіңдер. Үйлеріңде тек қана той болсын. Барша қауым сіздерді
Наурыз мейрамдарыңызбен құттықтаймын. Сізге де бар жақсылықты тілеймін. Үйлеріңізде тек қана жақсылық болсын, той болсын. Той-тойға ұласын, Розочка. Так, сіздер кімге? Роза жаным, туғылған күніңізбен тәбриклеймін. Yaxshilik tilayman. Qo'sha qaranglar, bola chaqani rohatini ko'ringlar. Nevaralar ko'payaversin. Xudo xolasa chevara ko'ringlar. Baxtli bo'ling. Hamisha yaxshilik bo'lsin. Роза, поздравляю с днем рождения. Желаю тебе крепкого здоровья, долгих лет жизни. Камтамен қоса қарындар, балаларың, немерелерің рахатын көр, шөбере көр. Чисто женского счастья тебе, чтоб на твоей душе за детей и за внуков было спокойствие. Ойбай, Ләззат, мен естіген жоқпын ғой. Екеуміз Фурмановскийбіз ғой, мына бандабыз ғой. Так, сіздер ше? Ертең тойда көріп қалмаған микрофонды бермеді емес. Ой, сіз айтам деп тұрсыз ғой, бүйтіп тұрсыз. Мен де бірдеңе айтсам. Ал Роза, мына 2-30 жас мерейтойың құтты болсын. Денсаулығың мықты болсын. Камал екеуің бір жастықта қартайып, шөбере көр, шөпшек көр. Екеуің бірге. Дастарханың әрдайым жақсылыққа жайылсын. Еш жаманшылық көрме, бәріміз сені жақсы көреміз. Барлықтарыңыз, осы стол басында отырған барлықтарыңызға жақсылық тілеймін. Мына ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Жаңа жылымыз жақсылығымен келсін. Барлықтарыңыз құттықтаймын. Рахмет, сіздер ше? Сіздер. Қосыламыз, аха. Сіздер қосылыңыз, мен айтырмын. Неше мен өзім жөндеп берем түсіңіз, қоя беріңіз. Так, бәріміз айтып қойдық мы тілектерімізді. Так, Розочка, ну я вот не услышала, Ләззат как поздравила, да? Яна башқа тойлада Құда қаласа көрішамыз, яқшы ниетлі. Айтады, қазақ халқында айтады, я. Қазақ халқының қорасы малға толсын, арының ұясы малға толсын дейді. Ал бүгін мына Розаның мерей тойы, тойлансын, барлық тойы тойлансын. Айтасыздар ма? Білесіздер ма? Басқа тойды тойламасаң, тойлама. Розочканың мерей тойы тойлансын. Басқа тойды тойламасаң, тойлама. Розаның 60 жас тойы тойлансын. Ләззат, вы хотели что-то сказать? Петь песню, да? Понравилось, что ли? Я могу еще раз повторить. Рахмет, үлкен рахмет. Ал ендіше бір жақсы өлеңді қойып берсек, екеу сендер, үшеу, төртеу, бесеу десеңдерді мейлі. Ал билейміз енді, Ал кет. Тойда дедім бірден анамая, жүрмейді екен жүрекке айла, Құда жағыз маладая. Билеп шықтым ортаға қарай, Құда жаға құшақ жая. Ей қарындас, есімің қалай? Бара гая. Есімің Балғадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия. Есімің Балғадиша емес Балқия. Құдаша билейікші кел бір партия. Бақытты болуыңа мен гарантия. Балқия, Балқия.
ko'zlarining balday Mahabatqa жүрегім мас Бара жатыр теңеуім қалмай Алма мойын қиылған қас Сені сүйсе балға дей шанас Сені сүйдім балқия жан Сыйға тарттым мән пади шанас Танцуй мадам Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Есімнің балға дейша емес балқия Құдаша билейікші кел бір партия Бақытты болуыңа мен гарантия Балқия, балқия Shahlo ko'zli malikam Sog'indim seni erkam Orzuyimdasan erkam Qaylardasan ayt malikam Shahlo ko'zli malikam Sog'indim seni erkam Orzuyimdasan erkam Qaylardasan ayt malikam Sen bilan hayot o'tadi Kelsang agar quvonardim Ko'rinibdi har kunda bir Sevaman senga bu sir Boraymi kutasanmi jonim Go'zalimsan lablari bolim Yoqasan bilasanmi jonim Sog'inaman har lahza olim Shahlo ko'zli malikam Sog'indim seni erkam Orzuyimdasan erkam Qaylardasan ayt malikam Shahlo ko'zli malikam Sog'indim seni erkam Orzuyimdasan erkam Qaylardasan ayt malikam Qalbimni tutayin senga Borimni berayin senga Sen juda keraksan menga
oli bo'l bir nurga suratingla ovunaman asta poyingga to'shayin guldasta hech qachon bo'lmagin xasta boraman kutgul bir pasta shahlo ko'zli malikam sog'indim seni erkam orzuyimda san erkam qaylardasan ayt malikam shahlo ko'zli malikam sog'indim seni erkam orzuyimda san erkam qaylardasan ayt malikam katta rahmat qo'shganlar bilan qo'sha qarisinlar. Topgan tutganlarga Allohim barakasini bersin. Bugun sarf qilganlar hammasi o'rinlari to'lsin deb qolamiz azizlarim. Bu esdalik, Xudo xolasa eslab yurasizlar. Mana Ro'zaxonning chiroyli 60 yoshlarda shunaqa chiroyli sovg'alari deb azizlarim yana bir karra hammanglarni xush kelibsizlar, olib yeb ichib o'tiramiz. Davramizni to'riga endi bugun shukrona kunimiz. Donaxon, Umida, Nargiza, Shahnoza, Dona, Aziza, Zarina va Dilnozaxon davom ettirishadi. Qani marhamat. Qani ismlari e'lon qilingan singiljonlarim. Davramizni to'riga qani marhamat. Bilinglar.
xush kelibsizlar azizlarim, singiljonlarim. Mana bugun shunaqa chiroyli, bugun kechada hammamiz birga bo'lib o'tiribmiz. Boringlarga shukr. Так, я думаю, самое первое слово предоставляется Умида. Умидочка, идемте. Старшая, да? Азизочка, да? Хоп, bo'ladi, marhamat, keling. Поздравляю вас с днем рождения. Желаю вам, пусть Аллах вам даст долгих лет жизни, чтобы вы прожили еще столько же. Чтобы вы прожили еще столько же. И пусть Аллах вам даст благополучие в обоих мирах. Это самое главное. Все. Ой, поздравляю вас с днем рождения. Кому-то мама, кому-то бабушка, мне свекровка любимая. Поздравляю вас с таким знаменательным днем. Желаю вам, главное, быть здоровой. В этом возрасте главное здоровье, терпение к нам. Вы наша поддержка. Рахмат вам, вы нам во всем помогаете, поддерживаете. Мы вас любим, ценим. Тут небольшой подарок от мальчиков. Так. Вот это подарок. Давайте будем поддерживать. Аплодисмент, қол шапалақтармен. Охо. Katta rahmat. Rozachka, rosa yarashdi qo'lingizga. Omon bo'ling iloyim. Mana shunday oltinlardek har doim o'ynab kulib yuring deb qolamiz. Rahmat, Umidaxon. Так, кто будет продолжать? Кенай, с юбилеем вас поздравляю. Здоровья вам самое главное, самого крепкого, никогда не болейте. Настоящего огромного женского счастья вам. Ярких моментов в жизни, всего самого наилучшего. Любим, ценим и уважаем вас. С днем рождения! Худохала, с днем рождения у вас, с юбилеем. Оставайтесь всегда такой красивой, яркой. Самое главное, крепкого здоровья и счастья во всем. Ассаламу алейкум хаммага. Спасибо, что разделяете такой классный праздник с нами, хола. Вы пример для подражания для меня лично. Все, какие бы достижения у меня не были, всегда связываю с вами. Спасибо, что вы всегда вот так вот позитивно смотрите даже на самые худшие дни, на самые лучшие дни. Никогда не унываете. Столько лет прожили всегда с улыбкой. Желаю вам всегда так же в 2 раза больше прожить, увидеть правнуков, чтобы все ваши внуки были счастливы, и дети, и келинки, o'zinglardan ko'payinglar. Shunaqa adashib, nevaralaringizni otlaridan shunaqa xursand bo'lib yuring. Всегда так цветите и пахните. Я вас очень сильно люблю, хола. Жалко, Камилы нету. Я все видео, фото ей отправляю. Так, все поздравили, да, девочки? Вы тоже поздравили, да? Ну, шикарное поздравление, очень даже шикарное. Да, Розочка, вы смотрите, как вас они уважают. Хола, Кенае, Ойчан, ну это вообще же здорово это, да? Девочки, давайте вот так сделаем. Среди нас нету Камилочки, ну давайте, подойдите все в серединочку, возьмите, обнимите, поцелуйте нашу Розочку. Все вместе, одновременно! Ну, я белой завистью завидую вам, очень-то. Я посмотрю, смотрите, какое у вас уважение к вам, да? Это бары хамасы yuzaga chiqaryapkan jiyanlaringizga, kelinlaringizga katta rahmatlarimni izhor etaman. Девочки, какую вам песню поставить? Под какую песню будете танцевать? Любую, Айбек Кетик, любую песню. Чак! Пойдет, Азизочка, да? Опа! Хана, Кетик! Опа! А наши гости аплодируют! Ну, девочки, ну что вы сидите, скучаете?
qarshi kelaversin. Oho. Bravo, bravo, no молодцы. Qarsayla. Cha. Boşa balaklar qayda? Qarsayla. Yavaş, çok küçük. Gün kabi maşallah. Aynada gülben yüzeydi. Şeyden şeymala. Ay kabi maşallah. Gün kabi maşallah. Aynada gülben yüzeydi. Şeyden inşallah. Ay kabi maşallah. Gün kabi maşallah. Bağdan kaldım bu güzel şeyden inşallah. Ay kabi maşallah. Gün kabi maşallah. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Юбилярный торт, пожалуйста, в студию. Самый шикарный, самый вкусный, пушистый, белый юбилярный торт для Розочки от Камилы. Стрелки крутятся все быстрей, стали звезды на год взрослей. Лист сорвался с календаря, но не стоит грустить зря. И не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, веселья, любых желаний, исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви, добра, окружения. Розочка, ну посмотрите, оказывается, цветы — это тоже сюрприз. Я не буду говорить, где этот красивый букет. Вы после 12 узнаете, где это самый шикарный букет для вас, для розы нашей, да? А торт вместе с нами, вместе с гостями, сейчас мы будем пробовать. Ну, посмотрите, какой торт. Ну, вы видели, да? Давайте вот так, Умидочка, давайте вот так покажем, повернем, давайте. Посмотрите, какой торт. Ну, обалденный, просто обалденный, да? Esayotgan mayin shamol ko'ngillarga orom berib esaversin. Daryolardagi jilmayib oqayotgan suvlar ko'nglimizga orom berib etaversin. Bugungi mana shunaqangi chiroyli ayyom kechangiz muborak bo'lsin. Farzandlaringizni rohatlarini, nevaralaringizni rohatda ko'rib, Xudo xolasa Ostona shahrida bo'lgan qizingiz ham uzoqda bo'lsa ham ko'ngli yaqin. Muborakbod etyaptilar. Ilohim omon bo'lsinlar, sog' bo'lsinlar, oldingizga kelib onajonim deb bag'rlariga bossinlar, Xudo xolasa deb qolamiz. А теперь давайте попробуйте, пожалуйста, сами. Так, это ручка, подойдите. Давайте, Азизочка, Умидочка, накормите, пожалуйста, ваши. Ой, Жанка. Ага. Так, Умидочка. Mayli, qizim endi kela olmadi, bitta yolg'iz qizim. Как говорит лапочка, дочка. Bolalarim chiqa olmadi. Rahmat. Mayli, baxtli bo'lsin. Qayerda bo'lsa ham qo'sha qarisin. Bolalarini rohatini ko'rsin hamisha. Rahmat. Organizovat etgan o'sha qizim, taqqan mana brasletlariga rahmat. Bolalarimdan podarka, O'g'lomjon, Garibjon, Kamila, mana kelinlarim, Aziza, Umida, Allohga shukr, berganiga shukr, ko'rsatganiga shukr. O'sha kunlarga rahmat hammasiga.
kuyov bolamga Farruxjonga ertalab звонить etib kechirinib so'rab kelin olganlariga, bolalari shkolda bo'lib qoldi. Astana тоже, как говорится, столица, дети учатся в гимназии. O'shanga chiqamaldi. Men aytdim, man xafa emasman, потому что действительно семья на первом месте. Mayli, onasi birinchi bo'lsa ham, menda семья есть семья. Kelgandan keyin birga kelinglar dedim. Хотела на самолете приехать. Я говорю, зачем? Мужа оставишь с двумя детьми. Лучше вместе всегда. Qo'sha qarib, birga kelib, birga mehmon bo'lib ketganlari yaxshi menga. Rahmat hammanglarga. Bravo, каменочки, дорогая, katta rahmat. Topgan tutlarga Allohim barakasini bersin, qo'sha qaranglar. Ничего, это самые шикарные дни еще позади. Так, Умидочка, Алишка, я вас прошу, давайте собирайте, пожалуйста, там молодежь. Вот такой круг сделаем. Круг, шире круг сделаем. Девочки, идемте, помогите, пожалуйста. Круг сделаем, келиля бека. Так, возьмите на руки салфетки, девочки. Каждый по салфеточке возьмите, пожалуйста. Умида, Азичечка, вы тоже, да? İşk şarabın içti bu yürek. Mana yana nima qilay, huzurlidan ko'chdi bu yürek. İşonaver sendan o'zga, hammasidan kechdi bu yürek. Bu degani unga faqat vaqtga ko'rgina sen keraksan, sen kerak. Приглашайте ее на вальс. По очереди. Так, Азиза, приглашайте ее на вальс. На вальс, приглашайте ее. Приглашайте на вальс ее. Приглашайте, по очереди. Приглашайте на вальс. Seni bugün görmesem olmaz. Девочки, круг делаем, круг. Салфетками помахали, салфеточками. А вас по очереди приглашайте, по одной. Sizsizlikte kör halim haram. Mana yana hiç kim keldi, qo'llaringdan eshitmagan sharob. Hech kimda yo'q bu yuzdagi, bu ko'zdagi nurli bu aftob. Sen men uchun hayotimda bir men bilgan sevgi degan o'qilmagan sirli kitob. Menga oy kerakmas, yulduzlar kerakmas, ertaga ham emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Sensiz kun emas, sokin tun emas. Men endi bugun emas. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas.
теперь, уважаемые гости, для вас звучит самая шикарная, запасная узбекская песня. Так, танцуем, Умиточка. Так. Танцуем, танцуем, его зовут... Bino qo'yib o'zingga voydod turishlaringga gap yo'q, turishlaringga gap yo'q. Hayron qolib nozlaringga, kulishlaringga gap yo'q. Bino qo'yib o'zingga voydod turishlaringga gap yo'q. O'zingcha osmondasan, olguncha yondirasan, go'yoki bir donasan. Senga gap yo'q, lablari g'uncha, senga gap yo'q, dillari hipcha, senga gap yo'q, go'zal oyimcha. Можете сюда подойти? Nevaralaringizni olib keling-chi bu yoqqa. Nechta ikkitami nevarangiz bu yoqda? Oyishka, да? Любимая она. Тебя как зовут? Диана. Любишь Оюшку? Да. Оюшку любишь? Она хорошая? Она ругает вас? Нет, она не ругает, она вот такая. Тебя как зовут? Муниса. Voy, ты моя красавица. Xudo xolasa mana shu nevaralaringizni o'zim childirmalarda kelin qilib boraman. Xudo xolasa to'ylarida. Так, будем Оюшку поздравлять? Давай. Поздравляем, бабуля, чтобы у вас много вас любили, и все выходили в гости, и вас всех любили сильно-сильно. Молодец, ну поддержите, Азиза надо поддерживать. Девочки, торт потом будете кушать. Поздравление такое красивое. Так, ты будешь поздравлять? Ой, ты моя радость, молодец. Боя, көк жигули бойлеп сачы, она встала возле меня и как танцует. Көк жигули. Ну ты молодец просто. Она, между прочим, да, тоже тамада будет, Розочка. Да. Давай. Во, это твоя, это вся себя, та я тебя сильно убью. Ну, молодец. Во. Так, а теперь надо с бабулечкой, Оишкой, Буджанкой надо танцевать вместе. Будем? Ой, Бекетти. Но не стоит грустить зря, и не зря в день рождения собираются все друзья. И чем больше друзей вокруг, тем моложе сердце стук. С днем рождения, успеха, радости, везения, любых желаний исполнения и миллион ночей и дней. С днем рождения, любви до головы. Ты тоже, в губочку, губочка. Ого.
No, молодцы, rahmat, девочка, rahmat. Xudo xolasa yaxshi to'ylarda birga bo'laylik, rahmat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Kayfiyatingiz zo'rmi? Так, подаются вот горячие, Розочка, sizga ham katta rahmat. Nevaralaringizni olib endi bitta chiroyli mehmonlarimiz oldida issiq mantalarni olib, baham ko'rib o'tiringlar. Так, hammanglarga kayfiyatingiz zo'rmi, azizlarim? Buchi вот что проходит вот это мероприятие не только от нас, это зависит от вас, от наших любимых гостей. Bitta tamadani qo'lida emas bu, hammanglarni qo'lida. Sizlar bilan birgalikda Ro'za xonimni bugungi eng chiroyli damlari, eng chiroyli ayyom kechalari zo'r etyapti deb o'ylayman. Yoqyaptimi sizlarga? Ha? Mingdan bor tashakkurlarimizni bildiramiz. O'tini Ro'zaxon, rahmat, katta rahmat. Немножко тоже надо пошутить, немножко надо тоже улыбнаться. Hamma narsa hayot bir marta beriladi. Мы один раз будем жить в жизни, да? Поэтому o'ynash kerak, kulish kerak, yeb ichib bir-birimizga mehr oqibatimiz hech qachon yo'qolmasin. Sevgi muhabbat sochlarga oq ko'ndirgan ham, yondirib goh kuydirgan ham, hammasiga ko'ndirgan ham, asli o'sha sevgi muhabbat. Ko'ngilni yudirish yaxshimi? Olib jeb ishib o'tiringizlar. Xush keldingizlar. Mayda yoqsa yomg'ir, ko'zlaringizdan tomsa yomg'ir, siz xavotir olmang hech ham. Buni derlar sevgi muhabbat, sochlarga oq ko'ndirgan ham, yondirib goh kuydirgan ham, hammasiga ko'ndirgan ham, asli o'sha sevgi muhabbat. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Olib yeb ichib o'tiringlar. Xushketsizlar. Savollardan bezorman, seni diyaman xasta bemorman, divananglardan bemandorman, yor bilasan yor nazar, ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar, ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar. Qilging kelmaydi, yuragimni mehr sezmaydi, uzoqlari yurakni tirnaydi, yor bilasan yor. Qiynaveradi bejavob savollar, aylanaveradi xayollar, teglasang aylar edim ayollar, yor bilasan yor. Ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar, ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar. Ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar, ayama yor mendan nazar, o'zing biroq etmasang, oshig'ing aqldan ozar, ayla nazar. Rahmat hammanglarga katta rahmat.
ular ham yaxshi to'ylardan voshilar chiqmasin, topgan tutganlar yig'ib terganlar hammasi mana shunaqa chiroyli, savlatli, fayzli dasturxoninglar faqatgina yaxshi to'ylarga, yaxshi kunlarga yozilsin deb qolaman azizlarim. Hammanglar o'tirgan o'rninglar hech qachon yo'qolmasin. Bugun mana Zarafshon koshonasining egalari qolaversa juda chiroyli dasturxonlar yozishgan. Ularga ham katta rahmatlarni izhor etamiz. Bugungi mana shu Ro'zaxonning farzandlariga, hammalari mana shunaqa chiroyli Kamilaxon qizlariga bugungi chiroyli dasturxonlarni, bugungi kechani, mana shunaqa chiroyli murabbiy kechani, tavallud kunini bugun uyumlashtirgan farzandlariga ham katta rahmatlarimizni izhor etamiz azizlarim. Olib yeb ichib o'tiringlar, hali to'yimiz tugagan yo'q. Hech kim hali ruxsat bermaymiz. Hali rosa mazza qilib yana ikkita chiroyli musiqani sizlarga taqdim etamiz. Ajoyib qilib raqslar mehmonlarimiz o'zlaringizdan bo'ladi. Ha? O'ynaymizmi Ro'zichka? Ha? Oybekjon Layliga o'ynashar ekan Chimkentdan kelgan mehmonlarimiz. Xo'p bo'ladi. Ваше слово как закон. Bo'ladimi? Opa! Go'stingiz bo'ladi Chimkentda. Yutmadingmi? Menga yana zarda qilib ketmadingmi? Shuncha kutgan yana biroz kutmadingmi? Layli, Layli, yo'llaringni kutmoqni ham bilmabman hech. Qo'llaringdan tutmoqni ham bilmabman hech. Boy beribman muhabbatim yutmabman hech. Layli, 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 unutolmay seni hamon o'ylab yurak og'riydi. Layli, Layli, Layli. Сестер наших красавиц Розочки. Sevgimizni tutar edik pinhonalar, kerakmasdi Layli Majnun afsonalar. Meni tashlab ketding to'ldi paymonalar. Layli, Layli, Девочки, поддержите Тараски, наши красавицы. Bilaman ham taqdirga tan beraman, qilaman ham. Unutdim deyman, eslab turaman ham. Layli, 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 unutolmay seni hamon o'ylab yurak og'riydi. Layli, 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 jamolingga bir bor qo'yib termulsam ham mayli. Layli, 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 unutolmay seni hamon o'ylab yurak og'riydi. Layli, 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 termulsam ham mayli. Ой, rahmat, katta rahmat. Где наша Раношка? Куда она ушла? Rano, куда? Keli. Так, rahmat. Chimkentdan kelgan Ro'zaxonning opa-singillariga katta rahmat. Ну, я думаю, сегодня, Розочка, у вас имя такое красивое. Я одну песню хочу я спеть. Это лично для нее и для вас. Bo'ladimi? Ketdik, Oybekjon. Aba! Это специально для Розы и для Ранашки. Свежая композиция. İstanbul'da yaşadım.
degay gapir jonim musofirda bir bo'lib dilni dilga qo'shadigan gapir jonim qancha sinovlar keldi shamol bo'ronlar yeldi gapir jonim yaxshiyam yonimdasan borimda jonimdasan gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim yaxshiyam yonimdasan borimda jonimdasan gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim yurak bo'lar jimsensiz ko'ngil yig'laydi sensiz yashaysanmi sen mensiz gapir jonim ofaring hammalarga katta rahmat. Yedirib, ichirib, bugun hammamizni o'ynatib, kuldirib, qo'llarimizni qarsakka qilgan Allohimga behisob shukrlar, hamd sanolar bo'lsin. Mana shu dargohga, Zarafshon koshonasiga, san'at markaziga, qolaversa mana shunaqaga chiroyli jamshidi kechaga avvalambor hammamiz Bismillahir Rahmonir Rahim deb kirib keldik. Yo Rabbimga hamd sanolar bo'lsin. Avvalambor bizni Allohim ayol qilib yaratganiga, musulmon ayoli, go'zal ayol qilib, ona qilib, oyi qilib, buvijon qilib, amma xolajon qilib yaratgan Allohimga hamd va sanolar bo'lsin deb qolaman. Bugungi mana shu kechamiz agar sizlarga yoqqan bo'lsa, mingdan bir tashakkurlarimiz sizlarga. Yaxshi o'tirdinglarmi? Hammanglarga katta rahmatlarimizni izhor etaman. Azlarim, yaxshi to'ylarda, yaxshi kuninglarda Xudo xolasa hammamiz birga bo'laylik. Bizning Taroz shahrimiz bilasizlar, hamma ayollari go'zal ayollardan iborat. Mana Chimkentga kelgan mehmonlarimiz, sizlarga ham katta rahmatlarimiz. Men yoqda o'tirgan klasterlarga ulkan rahmatlarimiz. Jiyanlarga, qudalarga, davrani to'ldirib turgan hamma onajonlarimizga, opalarimizga, singillarimizga, hammalarga katta rahmatlar. Ro'zaxon bu yoqqa kelasiz endi. Bugungi mana shunaqangi ajoyib, antiqa, fayzli dasturxon yozgan Zarafshon koshonasining xodimlariga,
oshpazlariga, sizlarga xlorkasiz choylarni yetkazgan choyxonachi bolalarimizga, qolaversa ofitsiantka qiz va o'g'illariga bitta chiroyli qarsaklar bo'lsa deymiz. Самый шикарный, приветливый, уютный ресторан Заравшан. Во главе администратора Раношки и Умидочки. Огромное большое спасибо вам, Ранохан. Umidaxon katta rahmat sizlarga. Ofitsiantka o'g'il qizlarimiz ham xizmatlari zo'r. Ulkan rahmat ofitsiantkalarımizga da. Так, можно аплодировать их. Это самое ценное, самое шикарное место у них, да? Так, o'zinglarga ham bitta chiroyli qarsaklarni chalib qo'ysanglar, boringlarga shukur. Bugun hammanglar mana shunaqa chiroyli go'zal qilib frantsuzskiy talaylarga, makiyajlarga, prichoskalarga, manikyurlarga, qolaversa liboslaringlarga hammanglarni zo'r musiqalar o'ynarga Oybekjonga ham bitta chiroyli qarsaklar bo'lsa deb. Rahmat Oybek bolam, rahmat. Ijodingga ijod qo'shilsa, bugun hammamiz mana Xudo xolasa bir haftadan keyin Ro'za xonim hammanglarni xonadonlariga, uylariga taklif etadilar. Mana bugun meni shunaqa chiroyli shukrona kunim yaxshi o'tgan chiqar. Bir kelib tomosha qilsanglar deb disklarni ola, kasetalarni mana olasiz. Xudo xolasa hozir fleshkaga yozilyapti hammasi. Fleshkalarni olib, Xudo xolasa hammani chaqirasizmi Ro'zaxon? Обязательно. Обязательно. В первую очередь вас. Rahmat sizga. Xudo xolasa. Endi ro'zalar o'tib olsin, mana shuna uylariga sizlar ham kelasizlar, xo'pmi? Opa-singillar Chimkentda. Xudolar eshityapsizlarmi? Sizlar ham kelasizlar. Ranoxon o'yiz boshlab olib keladi. Mana shu xonadonlarga kelib samovarlarda choylar qaynatiladi, sutlari bilan, qandlari bilan. Voy, zo'r choylar. Ana 9 zuvala xamirda qozonga qazi, qarta, ot go'shti, hammaga qo'y go'shtlar solinib, 9 zuvala xamirda yoyib, mana 5 barmoq в Казахстане живем, обязательно 5 бармақ должно быть, да? 5 бармақты еп, мана классташтар, сіздерді келесіздер, мына айттан кейін, хорошо? Меня не забудьте, меня не забудьте, вы. Ага. 5 бармақларны еп, енді машина қыпчы, Ro'zaxon shunday fleshkani qo'ysa bunday deysizlar. Voy! Voy, qaysi operator ekan, a? Rosa zo'r qilib hammamiz opda. Voy, meni qo'yni ham qora edi, qizil qilibdi. Rosa o'zimga yarashibdi. Prichoskamda yoyilganda yig'ib bir ham chiroyli prichoska qilibdi. Operator bolamizga ham bitta chiroyli qarsaklar. Astonada yo'q-yo'q, Atrofda yo'q-yo'q, Pavlodarda yo'q, Taldiqo'rg'onda yo'q. Astonada yo'q, Olmaotada yo'q. O'zimizda tek qana Tarazda operatorimizga da ulkan rahmat. Молодец, красавчик. Bugun mana shu Koshonaga Ro'zaxonning yubiley to'ylariga taklif etgan Ranoxonga ham katta rahmat. Qancha tamadalarimiz bor. Ana имя выбрала меня. Rahmat Ranoshka, вам тоже огромное и большое спасибо. Hammanglar omon, sog' va salomat bo'linglar. Так, последнее слово теперь за вами, пожалуйста. Так. Rahmat hammanglarga, kelganinglarga. Камиля, куда вы пошли? Мы еще танцевать будем. Rahmat mana Zaravshan kafesiga, hammasiga rahmat. Вот Негорочка, rahmat sizga. Администратор вы подружка, как говорится, man kelinimmi. Katta rahmat kelinlarimga, Umidочкаga mana организовать это hammasini. Молодец, барака топing. Ранога особенно rahmat. Все организовала, как говорится, и тамаду, и операторов, и музыку. Rahmat sizga. Хорошо, что есть такой талант. Не у всех такой талант, rahmat. Kelganinglarga, hammanglarga rahmat. Madimан, самый большой rahmat, конечно, Umr yo'ldoshimga, Komjon akaga. Mana hammasini to'layapkan, hammasini qilyapkan. O'sha Umr yo'ldoshim bo'ladi. 41 yil birga, mana Xudo, как говорится, 41 yil bo'ldi birga. Boshimizni yostiqqa qo'yib, mana 3 ta bola ko'rdik. Rahmat, Allohga shukr. Bolalarim bir-biridan yaxshi. Kelinlarim ulardan ham yaxshi deganday. Kelin endi, как говорится, kelin так kelin, да, как Умида сказала. Мама это мама. Свекровь это свекровь deganday. Так что дочь это дочь, kelin это kelin. Madimiz. Mana shunday kelinlarimga rahmat. Xizmatimni qilib yurishibdi.
mana o'zlaridan ko'payib o'tirishibdi. Mingdan ming rahmat ularga ham. Hammalarning uylarida to'y bo'lsin, tomosha bo'lsin. Xudo xolasa hammalarning to'ylarga boraylik. Uylarda topgan topishlarga baraka beraversin. Mana endi Xudo xolasi ovsinimni yubiley bo'ladi, 70 yoshga to'ladi. Xudo xolasi. O'sha to'ylarda ham hammamiz birgalashib, mana shuni yaxshi chiroyli o'tkazaylik. Hammalarga rahmat, xizmatingizga rahmat, o'ynab kulganingizga ham rahmat. Shunda yaxshi o'tdi. Rahmat hammalarga. Asnadagi qizimga mingdan ming rahmat. Ne такой подарок неожиданный qildi. Rahmat, baraka topsin, qo'sha qarisin. Qaynona qaynatasini xizmatida bo'lsin hamisha. O'zlaridan ko'payib, mana shunday yaxshi семьяni boshi bo'lib yuraversin. Rahmat hammalarga. Низкий поклон всем. Rahmat Ro'zaxon, katta rahmat. Endi agar ijozat bersangiz, dasturxonga bitta chiroyli Fotiha qilsak bo'ladimi? Bo'ladimi? Ro'zichka, все закругляем-da. Egasidan so'rash kerak. Fotiha qilaylik dasturxonga. Azizlarim, hammanglar eson-omon. Eson-omon xonadoningizga, umr yo'ldoshi bor, umr yo'ldoshilarning oldiga, farzandlarning oldiga, nevara-chevara oldiga eson-omon yetib olinglar. Topgan tukanlar faqatgina yaxshilikka, dasturxonlar qut baraka, tuz nasib hech qachon arimasin. Ertalab turib Bismillahirrohmanirrohim deb Ramazon oylarida xonadonda yoqilgan chiroqlarda oppoq qilib yozilgan dasturxonlar ustida har doim yumshoqqina, issiqqina nonlar qaymoqlari bilan bo'lsin deyman. Nondir dasturxonning ko'rki sultoni, keragida bir o'zi asrar ekan jonda. Hammaga katta rahmat. Xolam qayerdalar? Mahbuba, qalla xolajonim, qalla dasturxonga bitta chiroy. O'zingiz keling, endi bitta dasturxonga chiroyli Fotiha qilamiz. Kela qoling. Mana oldimga kelasiz, opagina general, gubernator, polkovnik, podполковник. Да. Вот в честь дает она, честь так. Iloho amin. Rahmat berganingizga katta qilib meni chaqirib Fotiha berganiga. Nima deymiz? Xudo endigi mashinada o'raza kunlarga, ulg'ayim kunlarga hammamiz omon bo'lib yetaylik. Hammamiz uyimizda yaxshilik bo'lsin. Bola chaqalarimizni qizig'ini ko'raylik. Shu самое главное здоровье bo'lsin u всех. Mana ovsinim 60 ga keldi mana. 60 emas 18. 18 ga keldingiz. Mana mashin den rajis on nima bo'lsin. Endigi mashinada kunlarga hammamiz yetaylik. O'ynab turib hammamiz yetaylik endigi o'raza kunlarga mashina qo'ylarga. Rahmat. Rahmat sizga ham katta. Первый раз, второй раз вот это говорю. Да? Tayyorlanib Sizga ham katta rahmat azizlarim. Sizlar bilanchi azizlarim, qadrdonlarim, qadrbalanlarim. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Sizlar bilan yaxshi kunlarda, yaxshi to'ylarda uchrashguncha sog' va salomat bo'linglar. Rahmat.